Massajni kushetka qanaqa bo'lishi kerak? Avvalambor shu bemor uchun joyimizni tayinlab qo'yamiz. Buning uchun bizga maxsus kushetka kerak bo'ladi. Oyoqlari biz o'zimizni bemorga va o'zimizga mos qilib bu kushetkani baland yo past qilib olishimiz kerak. Ya'ni balandligi 65 dan 85 sm-gacha bo'ladi. Kushetkalar balandligi. Eng zo'ri kushetkada mana bu qo'lingiz darajasida bo'lishi kerak bemor yotgan. Mana shu bo'sh qo'yganimizda patsient mana shu darajada bo'lishi kerak. O'shanda siz o'zingizga nisbatan komfortni qulay ishlaysizlar. Ikkinchi talabi kushetkani bo'yi 195-2 metr bo'lishi kerak. Enagi bo'lsa 65 dan 85 sm-gacha bo'lgan kushetkalar o'zi norma hisoblanadi. Bundan tashqari kushetkani maxsus o'zini bosh uchun mo'ljallangan teshikchasi bo'lishi kerak yoki bo'lmasa ham bo'ladi. Lekin bo'lsa bu juda ham sizga ishlashga bo'yin sohasi bilan juda ham qulay bo'ladi. Mana shu talablar. Yana talabi обязательно har bir patsient uchun alohida choyshaplar bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa oq rangni tanlaylik. Chunki oq rangda sizga kelgan patsient точно, ya'ni aniq biladiki, bu choyshapda hech kim yotmagan. Bu sizni kelajakdagi patsientlaringiz uchun ham nima deydi, yana sizni tanlashiga, yana siz oldingizga qaytib kelishiga turtki bo'ladi. Ya'ni toza bo'lishi kerak. Joylashgan joyimiz birinchi o'rinda gigiyena qoidalariga ishlaymiz. Mana shularga rioya qilamiz.